Assalamu alaykum. German tilini öğretken dostlar yaxşımısızlar? Bek sat boldu. 3 dal dialogunu işlep koyup keyindan davamlaştırıp qıplanmay qaldım. Ballarım kiçik boğaşqa. Dersini tayyorlab qo'yibmi? Ovoz qoldiganga vaqt yo'q. Qani 4-chi dialogga boshlab ketaylik. Bu dialogda, ya'ni men sizga yordam qila olamdim deb so'raydi. Kan ich helfen? Ya'ni men yordam qila olamdim. Bu bir marketda bir soda sarayda yuz bergan dialog. Endi biz dialogga o'tashdan burun bu yerda uchraydigan muhim so'zlarga bir qarab o'taylik. Dialogni texnik oson tushunaylik deb avval so'zliklarni avval qo'ydim. Endi siz so'zlarga qaranglar. Der Kaufhaus, soda sarayı. Das Einkaufszentrum, soda merkezi yak soda sarayı desanlan buldum. Das Geschäft, dükkan. Die Handlung, bu mu dükkan yani? Der Laden, dükkan. Anda kitap dükkanı yak kitapxana diyenni mesela Buchladen desanlan buldu yak Buchhandlung desanlan buldum. Die Schülerin, kız okuvchi, arbeiten, bu pil, hizmet qilish, ishlash. Die Arbeit, hizmet ish, bu isim ha. Kan ich helfen? Men yordam qila olamdim. Ya'ni bu dialogimizning temisi. Wo, nada, qayerda. Suchen, izlash. Diqqat qildinglarmiki, s harfi german tilida so'zlarning beshida kelsa, z o'qildi, z talaffuz qilindi. Suchen. Z bu almash z yani s kichik yozilgan vaqtida uni ko'rsatadi yoki ular, ya'ni uchinchi shaxsniki taq va ko'plik shakli o'xshash. Lekin agar bu s cho'ng yozilsa, ikkinchi shaxsning hurmat shakli, ya'ni sizlar, o'zlari, siz degani bildirdi. Keyingi so'z qaranglar. Ein Sakko, bir kostyum, chaponni ko'rsatadi. Nehmen, elish. Bu nehmenning ma'xiniga o'xshash bekchiq ma'nosi bor. Buni bilib olishinglar kerak. Schön und billig, çıraylık ve erzan. Natürlich, elbette, tabii. Der Hemd, köynek, bu erlerin köynükünü gösterdim. Bitte, merhamet, yak ötünüp kalay. King söz, die Schuhe, ayak. Keine neue Kleidung, yeni kiyim emas. Yani mina izdavat qildim, yeni kiyim emas deb chiqdi dialogda. Die Toiletten, hajatxona. Endlich, ahiri. Bu endi dialogga qaraylik. Dialogni o'qish jarayonida, tarjima qilish jarayonida yuqorida o'rgangan so'zlarni uchraydi oldimizga. Adi ist im Kaufhaus. Ist ein Lehrer in der Schule. Yani Adi hozir soda sarayda, u bo'lsa bir o'qituvchi, u bir maktabda o'qituvchi. Lili degan bu bir shaxsiy ism, yani bir qiz bolaning ismi. Lili, seine Schülerin arbeitet im Kaufhaus. Yani Lili, yani bu o'qituvchining o'quvchisi, yani Zayna uning o'quvchisi, Kaufhaus, yani soda sarayda xizmat qildi deydi. Yani maktabdan o'qishdan sirtqi ishlarni qildigan soatlik masalanga. Bu Adi bilan Lilining o'tirisida bo'lgan dialog. Yani Adi o'qituvchisi, Lili degan o'quvchisi. Adi deydi: "Oh, hallo Lili, sehr gut." Yani o'qituvchisi soda sarayga kirdi, ma'lum bir narsani izlab, u yerda o'quvchisini ko'rdi. Shuni bilan xo'sh o'quvchisidan so'ramoqchi bo'ldi. Yani hallo, yani yaxshimisan Lili? Bek yaxshi bo'ldi. Sehr gut. Bek yaxshi bo'ldi demakchi. Lili deydi: "Guten Tag und willkommen. Kann ich helfen?" Yaxshimisiz? Qarshi olamiz. Men sizga nima yordam qila olaman deb so'rayotdi. Edi o'qituvchisi dedi: "Oh ya, danke Lili." Yani rahmat Lili, yani nada, ma'lum bir narsa nada deb gap qilmoqchi, ammo o'quvchisi Lili gapini tatib oldi. Sie suchen einen Sakko. Yani siz bir sili yoki masalan o'qituvchisi bo'lganki, hurmat talaffuzi bilan dedi desak, masalan hurmat shaklda sili o'zlari bir chapon izlayotganlar, kostyum chapon izlayotganlar deb so'rayotdi. So'rab bo'plam Lili nimmt ein Sakko. Yani so'rab bilan bir tal chaponni qo'liga olibdi. Bu o'qituvchisi aytdi: "Nein, danke Lili." "Yo'q, rahmat Lili. Mein Sakko ist sehr schön." Yani mening chaponim intayin yaxshi, chiroyli. Yani men deb so'zlarga davom qilay desa, Lili yana gap qilishga boshlaydi. Natürlich, yani albatta, tabiiyki. Sie suchen ein Hemd. Yani sizlar bir ko'ylak izlayotdilar deb o'zi bilan o'zi bu aktiv o'quvchi ekan. Das Hemd hier ist schön und billig. Yani bu yerdagi bu ko'ylak chiroyli va arzon. Edi deydi: "Nein Lili, bitte." Yo'q Lili,
bitti de bu ılıqı ötüngəndək bir tələffüz dep oylasаңlar buldu. Bir yerde tercüme qılmışaq mı? Ich suche kein Sakko. Mən çapan izləvatmayman. Ich suche kein Hemd. Mən çapan izləvatmayman. Hem mən köynək izləvatmayman. Ich suche, yani mən izləvatman dep nim izləvatqanlığını em demek çıktı. Lili yani gipin tatıb aldı. Schuhe, Sie suchen Schuhe. Yani ayak izlə, siz çoxum ayak izləvatsınız. Dep oqutqucusunun yani gipin tatıb aldı ya. Şimdi oqutqucusu ahır çıdap bulanmay. Nein, yoq. Ich suche keine neue Kleidung. Mən yeni kiyim izləvatmayman. Yani mening izləvatqanim yeni kiyim emas. Ich suche bitte, wo sind die Toiletten? Yani suxana yoki hojatxona nerede? Yani o'qituvchining izlayotgani hojatxona, ammo o'quvchisi sotsari ishlagan bo'lgandan keyin o'qituvchim sotsariga kiyim-kechak setib olib keldi deb birdan buni so'rab vaqtni isrof qildi deb tushunsanglar bo'ldi. Oxirida o'qituvchisi chidab bo'lolmay bevositalamkin u bir nerede, hojatxona nerede deb so'rdi. Yani dialogimiz shu. Bunun ichida xiljiq muhim so'zlar bor, ko'p uchraydigan jumla shakllari bor. Müşta qısqa dialoglarni qancha jiq o'qib bersanglar, dialoglarni, hikoyalarni shuncha tez ilgirlaysizlar. Shu dialogni tavsiya qilman sizlarga. Qaytib bir o'qib o'taylik. Kann ich helfen? Eddie ist im Kaufhaus. Er ist ein Lehrer in der Schule. Lilly, seine Schülerin, arbeitet im Kaufhaus. Eddie: Oh, hallo Lilly, sehr gut. Lilly: Guten Tag und willkommen. Kann ich helfen? Eddie: Oh ja, danke Lilly. Wo? Lilly: Sie suchen einen Sakko? Lilly nimmt ein Sakko. Eddie: Nein, danke Lilly. Mein Sakko ist sehr schön. Ich. Lilly: Natürlich, Sie suchen ein Hemd. Das Hemd hier ist schön und billig. Eddie: Nein Lilly, bitte. Ich suche kein Sakko und ich suche kein Hemd. Ich suche. Lilly: Schuhe. Sie suchen Schuhe. Eddie: Nein. Ich suche keine neue Kleidung. Ich suche bitte. Wo sind die Toiletten? Diyalogumuz shu. Bir qatam tarjima qilib o'tdik. O'zinglarni qayta o'qib, qayta tarjima qilasizlar. İnşallah bu qisqa bo'lsa-mu shu dialoglarning sizlarning grammatligini tushunlarga foydasi bo'lishini orzu qilaman. Hamsa keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Auf Wiedersehen.